bunaqa uchrashuv tarixda bo'lmagan, chunki hech qachon biz muhim uchrashuv oldidan o'zimizni qo'limizda bo'lmaganda durang qilsak ham bo'ldi, jahon chempionatiga yo'llanma qo'lga kiritamiz degan narsa bo'lmagan umuman. Har doim yutsak-u narigi tomonda nimadir bo'lsa, kimdirni yengsa deb turib boshqalarga qarab turardik. Shuning uchun bunaqa imkoniyatdan yigitlarimiz maksimal foydalanishadi deb o'ylayman. Biz Eldor Shomurodov bilan ringga borib suhbatlashganimizda ham Romani muhim o'yinidan oldin faqat 5-iyun haqida gapirganini o'zi yetakchimizni holatini, munosabatini ko'rsatadi va tabiiyki boshqa futbolchilarda ham munosabat shunaqa. Bo'lib ham butun Birlashgan Arab Amirliklari, butun Dubay hammasi bizga qarshi ishlayotgandek, muxlislarni kam kiritayotganligi hammasiga javob berib, hattoki durangimiz yutib qaytishsa ham men ajablanmagan bo'laman. Va bu juda chiroyli, chiqishga durang kifoya qiladi-yu deb emas, g'alaba qozonib mana bunaqa chiqadi, birinchi marta chiqsa deb turib nuqta qo'yib kelishlarini istagan bo'lardim va ko'p ehtimol shunday ham bo'ldi. Kayfiyat zo'r, o'zingizlar ko'rib turibsizlar. Mana mashg'ulotlarga chiqdik. Kecha shug'ullanganmiz, holatimiz yaxshi. Xudoga shukr, jarohatlar yo'q. Bosim yo'q, sababi bu siklda har bir o'yin o'ziga yarasha muhim bo'lgan. Bu o'yin ham xuddi shunaqa, shuning uchun hech qaysi bir o'yinni alohida ajratmaymiz va har bir o'yinga bor kuchimiz bilan to'liq tayyorgarlik ko'ramiz. Faqat maydonga g'alaba uchun chiqamiz va o'ylaymanki bu bizni qo'limizdan keladi, jamoamizning kuchi bemalol yetadi g'alaba uchun maydonga chiqishga.